Bugün sizlerge oqtirgan hikoya Abduxoliq Uyg'ur haqida. O'g'il bola elini tashlab qochmaydi. Abduxoliq Uyg'ur inqilobiy faoliyatlardan andishaga tushgan aksiyatchi hukumat doiralari uni bir necha qatim yomg'irga chaqirib kirib savol so'roq qilgandan keyin ota-onasi o'g'ilning taqdiridan ansirab uni Chatqal degan joyga elib ketib vaqtincha shu yerda panolanib turishga da'vat qilibdi. Abduxoliq Uyg'ur ota-onasining lavzini yerolmay egallanib oldiga olib kelingan otga mingan bo'lsa-mu, hovli o'tirsida urug' tuqqanlari va yurtdoshlarining yig'zor qilayotganligini ko'rib, men qochib ketmay, el-yurt jamoatlar bu yerda yig'zor qilishyotsa, men ketsam bo'lmaydi. Men uchun el-yurt azob tortmamdi. O'g'il bola elini tashlab qochmaydi. Men o'lsammi el-yurtim bilan birga o'laman deb otdan sakrab tushib, o'zi uchun yig'zor qilishayotgan kishilar to'pi orasiga kirib ketdi. 1933-yili aytiyaz kunlarining birida xalq qo'zg'oloni bostirish uchun chiqqan Shansay bandit qo'shinlari 10 necha nafar kishini Turpan Yanshar butxonasining oldidagi maydonga yollab elib kelib, ularni arqon bilan jazo tövriklariga bog'laydi. Bular Turpan xalq qo'zg'olonining oliy tashkil organi inqilobiy hay'atining a'zolari bo'lib, ularning orasida o'tyurak shoir Abduxoliq Uyg'ur bor edi. Kun petish mezgilida jallodlar qilishlarini yalang'ochlab, inqilobchilarning kallalarini kesishga tayyorlandi. Shoir oldida yupirilib kelgan jallodlarga qarab, mardona ovoz bilan xitob qildi. Kun hozir o'ltirib ketdi. Jahonni qorong'uchilik bosdi. Lekin shuni bilinglarki, atyan tong etib kun porlaydi. Shoir o'lim oldidami tiz bukmaydi. Inqilobiy jasoratidan qo'rqib titragan jallodlar g'aljirlashgan holda shoirning bo'yniga qilich urib, uning muborak kallasini tendan judo qildi.